Akalar qaranglar, iPhone qani suvda ishlaydimi, yo'qmi ko'ramiz, buni qaranglar mana. Ko'rib turganlaringizdek suvga solamiz, olamiz, buni qaranglar qani. Akalar unga ahamiyat bermaysizlar. Bizda iPhone'larimiz juda skidga ketyapti, ko'rib turganlaringdek. Mana iPhone 17 Pro Max'larimiz narxi 17 000 rubl, 17 Pro'larimiz 15 000 rubl. Ko'ryapsizlar, plomba hamma narsasi bor. Juda ko'pchilik o'ylashi mumkin. Bu arzon deb boshqa magazinlarda 8 000 ga ham beryapti-da mana. Bunda 8 000 rublligi ham bor. Buni usti iPhone, ichi Android. Lekin bularimizni ichi ham iPhone, ko'rib turganingdek plombalari hammasi bor. Birga bir ishlangan. Padelka, iPhone'ning padelkasi birga bir ishlangan. Narxi 15 000 rubl и stiklo. Yana nima besplatni? Zaryadnik, Защитный stiklo, zaryadnik, bitta naushnik hayit kuniga podarka. Podarka. Akalar kelaverasizlar, ko'rib turganlaringizdek hamma namut telefonlarimiz bor. Ne tolka bundaqangi telefon ko'rib turganlaringizdek Samsung, mana yerda ko'rib turganlaringizdek Samsung 7900 rublga A07 telefonlarimiz bor. Kimdir olaman desa mana o'zlaring yaxshi bilasizlar, Samsunglar chin boshqa telefonga qaraganda zo'rlari. Aminaga kerak bo'ladiganlarga mana ko'rib turibsizlar, bitta любой namut telefonlarimiz bor. Samый главный hozirgi kunda juda ko'pchilik uyga ketyapti, chamadonlarimiz ham bor. Aviakassa. Kimgadir bilet, ishonchli bilet va arzon bilet kerak bo'lsa, nomerni yozib olinglar. 891 579 06 06. Akalar, yana nima skidka bo'lyapti, Akbarjon? Skidka Nimani skidka qilib bera olasiz podpischiklarim uchun? qarang, короче, hayit kuniga любой telefon olsa, bitta naushnik podarka bo'ladi. Защитный stiklosini bepul beramiz. Bu magazinimizda yo'q narsani o'zi yo'q ko'rib turibsizlar. Xohlagan markadagi telefon. Honor, Samsung, Redmi, любой namut telefonni eng arzon narxda olasizlar. Akalar, chamadon deysizmi, bilet deysizmi? Telefonlaringizga zaryadnik, chihol eng arzon narxda. Hozir bitta magazinga kirasiz, bitta chihol kamida 1,5 ming 2 ming rublda. Bitta ko'rib turganlaringizga o'zimizniki arzon. Bu gap maqtashda emas, haqiqatdan ham arzon. Mana yerda iPhone'larimizning originallari, Samsung'larimizning originallari bor, bemalol kelaverasizlar. Samsung S26 Ultra mana 89 ming rublmi? 89 ming rubl. Eng qimmat sveti Jet Black qora sveti bu. Garantiyasi qancha? Garantiya 2 yil. Akalar, bitta netolka bundaqangi Samsung xohlagan iPhone'laringni topishlaring mumkin. iPhone'larni originali kerakmi? Mana Honor deysizmi? Techno, Como, любой namut telefon bor. Kelasizlar, bitta naushnik, bitta Защитный stiklo besplatni. Mana xohlagan naushnigingizni olasiz bepul to hayit bayrami o'tguncha. Bitta защитный stiklo besplatni urib berishadi. Xohlagan telefoningizni olsangiz. Akalar, ko'ryapsizlar, metro Tbilisining 4-vahotadan chiqasiz mana. Ko'ryapsizlar, uzoqqa bormaysizlar. Bu yerda ne tolka telefon, даже instrument ham bor. Eng arzon narxda qaraylik, yangi tovarlar kelgan. Videoni o'tkazib bormanglar. Eng arzon skidka narxda hayitga mana Ustomobil magazini. Ko'rib turganlaringiz bu yerda hozir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bu tovarlar yangi keldimi? Hozir keldi aka, endi ochyapmiz. Qani Akbarjon baqa keling. Bu narxi qancha? 2,5 ming lazer, shurpayor 3 ming, 4 ming. Buni mana qarang, shurpayor baqvatmi bu qanday? Mana suvda ishlaydigan shurpayorlar mana shuda shirzdagi. Buni narxi qancha endi? 3 ming. Komplektida ikkita batareya ekan. Ikkita batareya. Chappa ishlayapmanmi? Nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. Mana. Hammasi bir xilmi? Yo, mana bu katta batareyada 4 ming bular. Bu 4 ming ha? To'g'ri. Qani? Mana ko'rib turganlaringdek bu narxi 4 ming, katta batareyada. Mana shuni narxi 2,5 ming rubl. Mana bu narsalarimizni ko'ryapsizlar. Lazerli urovlar bu rasvetkada, har xil svetda. Qancha bu narxi? Bu ham 2,5 ming bo'ladi. Polniy komplektatsiya, короче. Oyog'i necha metr buni? Oyoq 90 sm bo'ladi. 90 sm bo'ladi. Odamni ko'taradi oyog'i, o'ta baquvvat buni oyog'i. Bu safar sinovdan o'tkazganmiz, lazerimiz necha xil rangda yonadi bu? Bu bir xilda. Bir xil ha? Ha. To'l bilan ishlaydi. Bu mana bu daraxtlarga dori sepaman. Dori sepadigan. Gullarga dori sepaslarga yo'q, mana o'z so'ngina buni damlar bilan qo'limiz bu batareyalik akkumulyator bilan ishlaydi. Necha litr suv olar ekan bu? 12 litr. 12 litr suv oladi. Короче, narxi 2,5 ming bo'ladi bu aka. Narxi 2,5 ming. 2,5 ming. Akalar ko'rib turasizlar. Shundan hammasi shu tovarlar. Daraxtga kimdir gul sepaman, suv sepmoqchi bo'lsa, buni o'zini batareykasi bor, zaryadga qo'yasiz bemalol. Akalar, yana magazinda nimalar? Bu nima bu? Bu gaykavyor. Buni qancha narxi? Mashina ichadigan. Bu 5 ming bo'ladi. Narxi 5 ming rubl. 5 ming. Akalar, mitolga bitta mana o'zbek yangi tovar, ichkarida juda ko'p tovarlar kelgan. Assalomu alaykum. Aka, ko'rishib qo'yaylik hech bo'lmasa. Qashmang. Mayli qo'ysangiz ham aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Aynalarga nima deysiz? Magazinda juda katta skidka mana kulch naborlarimizni xohlagan turdagi. Biz endi bugun narxini aytsak video uzun bo'lib ketadi. Mana bitta aksiya ketyapti. 2 ming rubldan bo'ldi mana bu shurpayorlarimiz. Ikkita batareykasi bilan. 50% aksiya.
50% mana 2400 rubl bo'ldi. Mana bu narsamiz mana 1700 ko'ryapsizlarmi? Hamma narsa mana bolgarkalarimiz 2000 rubl. Perforator, bu 2,5 ming bu ham. 2,5 ming. Xullas bu magazinni qaranglar. Tezroq yurib ko'rsatamiz, yo'q narsani o'zi yo'q qaranglar. Mana bu tarafda xohlagan turdagi bolgarka perforator, xohlagan turdingiz bor. Mana bu yerda benzin pilalarimizni qaranglar. Divizhoklar mana svit o'chadiganlarga. Mana bu tarsovkalarni qaranglar, kattasidan tortib to kichigigacha bor. Ko'ryapsizlar? Kimga suvarishni apparat kerak buni qaranglar. Kichigina. Bomb tog' mana xohlagan turdagi kontachni suvarkalar. Mana yerda komplektlar. Bu tarafga o'tsangiz, Shahzodga mana bitta yangilik qarang. bu nima bu? Katta bu stabilizator. Mana bu ofislarga qo'yadigan yoki bunlar maktab yoki bunday katta pomesheniyaga 25 kilovatlik. 45 yani svet напряжение o'zimda tushib ketadi-ku. 90 dan tushib ketsa ham ushlab turaveradi. Rasxodnik, Melishov hamma narsa bor. Mana qaranglar, xohlagan turdagi narsalaring bor. Nasos, suv nasos deysizmi, bitta lobzik deysizmi? Mana qaranglar. Mana yerda ko'rdilaringmi? Hamma narsa bor. Polniy, burenniy mashina. Bu o'zini firmasi bilan ko'ringlar. Любой narsa bor. Mana bu o'zini firmasi bilan hamma narsasi bor. Даже bizda kameralarni zo'rlari bor, sim karta bilan ishlaydiganlari bor kameralarimizda. Mana bunaqangi projektorlar quyosh batareyka bilan mana. O'zi avtomatik bunga svet yoki biron nima kerak emas. Yangi tovarlarimiz kelgan, shoshilinglar, akalar qaranglar. Tovarlarni juda ko'p, tashqarida ham ko'rdilaring juda ko'p. Skidka bo'lyapti Hayit bayramiga. Shu videomizni tarqatib qo'yinglar. Adresimiz Metro Tiflistonning 4-vahotida, Metro Marinoni 5-vahodidan to'g'ri yursangiz Metro Marinoda ham bor internet magazin, telefon magazini mana shuni 2-etajda qaranglar. Kimgadir telefonlar kerak bo'lsa, mana skidka, mana shu zinadan 2-etajga chiqasiz, telefon magazin.